Qolaqda videoga olamiz. Buni hozir men kamera yetib turibman endi. Pastga kirgandan keyin qolib qolyapti. Lekin juda ajoyib nima qilingan ekan. Shurataga kirish aslida ha, yaqinmi? Oho. O'sha davrga ochiladimi? Aha. Mana azizlar, mana vatanparvar muzeyi desak ham bo'ladi, vatanparvar bog'i. O'sha davrga holatlar. Bu makaron ekan, qop-qora bug'doy. Mana o'sha paytdagi qo'lyozmalar. Oho, xatlar bir-biriga yozishgan. Yo'llar nima ekan? Bu mina va granatalar. Ergada 5 qo'l granatasi, F1. Sapyor lopatasi, flaga suvish uchun podsumkalar, gramofon. Belarus yozuvchisi bor edi. Ish xatini yozdi. Ayol kishi o'shani urushni bor bo'yog'idan ko'rsatganda, urushdan keyin kelgan ayollar o'zim medalidan kelganda ertalab to'g'risidagi ikkitasi Turkiyadan samsimli sen urushdan keyin yo'q uni er olmaydi ketsin keyin ko'pchilik armiyada bo'lgan ayollar o'rdim medal yo'q armiyada bo'lib kelgansan san juda ko'p ayollar nima qilgansan xudo poshta degan shuni ham onasi qizini ertalab qayda borgan ekan 3 yilda urushdi chiq ket singilni erolmaydi bo'lmasa